Bu Habib Nurmagomedov uchun juda hissiy jang edi, chunki aynan shu kechada uning otasi marhum Abdulmanap Nurmagomedov oxirgi marta uni burchagiga turardi. Qancha tajriba va mahorat bo'lmasin, bu jang u uchun boshqacha og'ir edi. Uni raqibi Dastin Porye ko'pchilik shu paytgacha faqatgina Dastin Habibning mag'lubiyat seriyasiga nuqta qo'yishi mumkin deb o'ylardi va birinchi va ikkinchi raundda bu gaplarga jon bo'rdak tuyuldi. Ikkinchi raund boshida ular stolga qattiq zarbalar almashdi. Porye burgutning yuziga bir necha marta zarba yetkazdi. Bir lahzaga Habib titragani tuyuldi. Bu uning karyerasidagi ilk haqiqiy xavfli vaziyat edi. Biroq amerikalikning chidamligi uzoqqa cho'zilmadi. U charchadi. Shunda Habib o'zining klassik uslubiga qaytdi. Parter, bosim va to'liq nazorat. Raund oxirigacha u ustunlikni o'z qo'liga oldi. 3-raund boshida Dastin go'yo oxirgi imkonni qo'lga olgandek uni gilyotinaga tushirdi. U rossiyalikning bo'yniga qattiq yopishdi va uni yarim daqiqa atrofida ushlab turdi. Ammo Habib bunday vaziyatlarda o'zini qanday tutish kerakligini yaxshi bilardi. U chidam bilan chiqib ketdi. Chiqqach unda shubhasiz ruhiy ustunlik paydo bo'ldi. Endi u vaziyatni o'z nazoratiga oldi va orqaga o'tib Dastin Poryeni bo'g'ib qo'ydi. Shunday qilib Habib nafaqat g'alaba qozondi, otasini oldida u bilan oxirgi marta maydonga birga bo'lish sharafiga